Noqonuniy migrantlarni aniqlashda bu safargi reydlar Voronezh shahrida bo'lib o'tdi. Moskva va Moskovskiy oblastida velokuryerlarga reydlar boshlandi. Ba'zi bir hududlarga shu oshpazlik kasbi uchun 700 ming rublgacha oylik taklif qilinyapti. Rossiya armiyasida xizmat qilgan xorijliklarni deport qilish taqiqlandi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 29-mart. Odatdagi migrantlar hayotida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklar bir aytib o'taman. Bu safargi noqonuniy migrantlarni aniqlashda politsiya reyd tadbirlarini shu Voronezh shahrida o'tkazdi. Bu yerda 50 dan ortiq chet el fuqarolarining hujjatlari tekshirildi va ulardan 10 nafari shaxsni aniqlash uchun politsiya mahkamalariga olib borildi. Shuningdek, chet elliklarni noqonuniy ravishda ishga olgan ish beruvchilar ham yana shu chet el fuqarolarini noqonuniy ravishda ishga joylagan yoki hujjatlarda qanaqadir kamchilik, xatolik bilan ishga joylashtirgan va ishga qabul qilgan shu ish beruvchilar ham ma'muriy, jinoiy javobgarlikka tortilyapti. Shuning uchun yaqin kelajakda shu ish beruvchilar ham chet el fuqarosini ishga joylashdan avval shatinni ularning hujjatlarini tekshirishi, tabiiyki ish beruvchilar ham har bitta holatni nazorat qila olmaydi. Bunda bu ish beruvchi bilan bog'liq bo'lmagan muammolar ham bor. Chet el fuqarosi o'z vaqtida patentni to'lamagan bo'lishi yoki huquqiy maqomi hozirda o'zi chet el fuqarosi bilmay taqiqqa ega bo'lib turgan bo'lishi. Ish beruvchilariga ham shu nazorat ayni vaqtda Rossiya hududida kuchaytirilgan. Bu ish beruvchilarga ham nafaqat shu ma'muriy, ba'zi bir holatlarda jinoiy javobgarlik tortilyapti. Shuning uchun ish beruvchilar yaqin kelajakda sizlarning hujjatlaringizni shatinda tekshirish so'rasa, bunga hayratlanmang albatta. Bu politsiya tekshiruvlari nafaqat shu migrantlarning ish joyidan, balkim shu ish beruvchilarni ham tekshirishyapti. Moskva va Moskovskiy oblastida 27-chizsodan boshlab shu velokuryerlarga politsiya reyd tadbirlarini o'tkazishni boshladi. Barchamizga ma'lum, shu bahor fasli kelishi bilan shu velokuryerlik ayni Rossiya hududida avj oladi. Shuning uchun Rossiya hududi bo'ylab shu bayk sezonlari boshlanadi. Shu joylarda shu politsiya aynan velokuryerlarni bahor fasli kelishi bilanoq har yilgidek odatdagi shu yo'llardagi keltirib chiqarilishi mumkin bo'lgan qoidabuzarliklarni oldini olish maqsadida shu politsiya tekshiruvlarni o'tkazadi. Migrantlarni ba'zi bir regionlarda shu oshpaz bo'lib ishlashlari uchun ayni shu kasb bo'yicha 700 ming rublgacha oylik maoshi taklif qilinyapti. Mutaxassislardan o'rta, umumiy ta'lim va kamida 1 yillik ish tajribasi talab qilinadi. Bu taklif qilinayotgan ish o'rinlarida oshpazlarga yotoqxona va qulay ish o'rinlari bilan ta'minlanish shu Magadan shahrida ayni oshpazlar uchun taklif qilinyapti. Yaqin vaqtda shu barcha Rossiya hududi bo'ylab migrantlarning oxirgi paytda shu keskin kamayib ketganligi sababli mana shu bo'sh ish o'rinlarida katta maoshlar kuzatiladi. Kuni kecha shu Rossiya prezidenti ham aynan yangi farmonni imzoladi. Bunga ko'ra shu 26-apreldan Rossiyaga kerakli, qimmatli bo'lgan chet el fuqarolari qisqartirilgan tartibda VNG rasmiylashtirishlari bo'yicha. Men bu haqida Instagram sahifamda qisqacha aytib o'tdim. Instagram sahifamga o'tsangiz, u yerda men batafsil bu haqida to'xtalib o'tganman. Rossiya armiyasida xizmat qilgan chet elliklarni deport qilish taqiqlandi. Kuni kecha Rossiya prezidenti Putin imzolagan hujjatga ko'ra, kontrakt bilan Rossiya armiyasiga xizmat qilgan va qurolli kuchlar tarkibida jangovar xatti-harakatlarda qatnashgan xorijliklar endi ma'muriy huquqbuzarliklar uchun mamlakatdan chiqarib yuborilmaydi. Ularga shu ma'muriy bayonnomani o'zini rasmiylashtirib, agar hujjatlar tartibsiz bo'ladigan bo'lsa, 5 ming rubldan 7 ming rublgacha yoki 100 soatdan 200 soatgacha shu majburiy ish soatlari tayinlanishi mumkin. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklar, xabarlarim shulardan iborat edi. O'ylayman, sizlarga kerakli, manfaatli bo'ldi. Bu yangiliklarni sizlarga soddaroq, qulayroq bo'lish uchun qisqacharoq qilishga harakat qildim. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi yangiliklarda, xabarlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'linglar.